Halkım yine sizlere Xudo xolasa 160 kvadrat hovli joyini chiqardim. Yine eldilerim bu, mashin qo'ymoqqa garajam bu, baxt tarafim bu, podvalam bu. Sizlarga zo'ratib beraman hozir. Tak, garajam remont bo'lib turibdi. Uni ko'rsatsam ekan birinchi. Yo'q, bu yerni ko'rsatsam ekan. Qaysidan boshlasam ekan? Yaxshi garajni tushuntirib o'taman sizlarga. Garajam remont bo'lib turibdi. Xohlasangizlar bu yerni bir xona ko'rsatsalar ham bo'ladi, xohlasangizlar. Mashinkalar sizlar ham bo'ladi. Belina sveti bor, gazi bor, suvi bor. Meni bir g'ala do'sha berib turib ketadi. Svetlarni ham turibdi bu yerni. Mana. Beklar bergan ishki. Mana. Remont bo'lib turibdi, buzdim bo'lib. Bir g'alon do'sha berib turib, choy ichib, ishni ochib qo'yib o'tasa bo'ladi. Elde ham bor, eldinda mashin qo'ysalar ham bo'ladi. Bunga yana xo'shlar deb chetlardan tuzganlar. Bundayna suvgardan yeri bana o'tmaydi. Shinellari zo'r. Mana elde bayna. Ana endi men sizlarga xudo xolasa zo'ratib beraman. Bahası 45.000 dolar dedi. Yine işte girişimiz bu dolarımız, katta bir dolarımız. Bir de rakamine koyulan yerimiz. Bu turibdi neleri? Indiki mesele zindanam zo'ratib qo'ydi. Laqlar o'lib turibdi. Beri Veç kusanlar bo'ladi, sizlarga ko'rsataman. Bu yerda bir zalimiz ketdi. Atapina qo'yilgan, oyna qo'yilgan. Bir katta xonada remont bo'lgan. Pollar laminat pol. Taxta pol, laqilgan ekan. Zaldan tushgandan keyin Berat'tan bir de bir xonamiz bor. Bu yerda bir putdan ko'p qo'ysalar bo'ladi. Bu yer kattagina mana ichi. Bu yerda podval bor pasında. Endi bir xonani ko'rsataman sizlarga. Bu ham registr qo'yilgan. Mana laqaram bo'lib turibdi. Bu ham registr joylashtirilgan. Aynası bor. Hava giradi bu ham. Birinchi xonamizdan chiqqandan keyin bu yerda televizor xonamiz. Bu yerda yana etaj rozetka qo'yganlar. Unda konditsioner qo'ygan bor. Taxlab qo'ydilar. İşte yaxshisidan qo'ygan. Chetlar ham bor. Bir kuxnimiz. Aşxonamiz. Dimoxotlarim qo'yib turibdi. Kattagina bir gazlarni qo'yib berib turib, bedarkan choy ichib o'tirsam bo'ladi. Bu yoqdan shamol kelib turadi. Bu yerda bir xonamiz. Bu yerda registr qo'yilgan, bu yerda oynasi bor, quyosh tushib turadi. Indiki mesele sanuzelga giramiz. Bir de registr bor. Bu tok suvlarni ligorif kelib turadi. Bu yerda baxt tarafimiz. Benim su tutan yeri bu. Benim yine kattagina. Bir de sasik koyup pişirip yiyip oladi. Yağmur gelse bir de gitadi. Taxlab qo'yibdilar. Birdan bir
ayollarimize odat tutsam bo'ladi ekan. Kompol sampol qiladi-ku yozda. Ana shu uchun bir tok chirib qo'yibdilar. Bir de svetam chiqib turibdi, bir de gazimiz tushib turibdi. Shuning gaplar. Mana baholarni endi xudo xolasa 580 milyon so'm deb turibdi. Kelishadi undan. 580 milyon so'm aytilishi. Sağ olun, selamat olun. Şunun joylarini nasip etsin. Podpisga bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar, necha joylarni chiqaring, necha joylar keraksizlar, necha kvartira kerak masalan, necha usulda kreditami, subsidiyami. Shunga qarab men chiqaraman, sizlar ko'raverasiz deb. Hamma shunday joylar nasib etsin. Amin. Like.